Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 28-may 2025-yil. Mana navbatdagi laboga chiroyli bo'lgan tunuka ashibkani qilib oldik. Laboyimiz egalari ko'rib, Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan keldilar. Mana akamiz labolariga polni ichlariga shu izolyatsiya qilingan, po'kaklar qilingan holatda tunuka qoplab berdik va yoniga ham sondiqcha qo'yib berdik. Video boshida aytib o'tamiz, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i Setofor yonida. Shu holatni 1 soat ichida o'rnatib beramiz. Xo'p, sondiqchasi mana bu holatda ochiladi, ko'raverasizlar. Xo'p, kalitlari bor. Mana kalitsiz ham ochiladigan varianti bo'ladi bu. Xo'p, yomg'ir mana bu yomg'ir sachragan. Shu holatda endi mana bu yonini ham yopib ketadi, xudo xolasa. Balondan chachragan loylar tegmasligi uchun ichiga o'sha arqon kulishdan karatlar soyilsa bo'ladi. Buni alohida ham sotilaveradi. Bu alohida sotuvda bor. Bemalol tunuka qoplatilgan akalar bo'lsa ham telefon qilaverasizlar. Ikki xil variantda bor buni. Bu joylariga laboni mana Penaplex container bollari qo'yilgan. Tormozda kiydigan yuklarda, yuklaganda tegadigan o'sha zarbalarni ushlab qoladi. Kuzibga o'tkazmaslik uchun shu holatda qilinadi. Alohida rezinkasi ham bor. Choksiz tushadigan tunukalari ham bor. Variantga xohlaganlarini tanlab bersalar, qo'yib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, kuzatib, like bosib, fikrlaringizni qoldiraverasizlar. Kamchiliklar bo'lsa, yozib qo'yinglar, keyingi ishlarni to'g'rilab ketamiz akalar. Kuzatishda davom etinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shuni qo'yamiz.